Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Jabrdiyda TV telekanali. Studiya mikrofonlar qarshisida Farhod Abdurashidovich. Taksichilarni himoya qilish tashkiloti tomonidan muntazam zakazlarni bekor qilib kelayotgan mijozlarga nisbatan reyd tadbirlari o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Tadbirdan ko'zlangan maqsad Murg'a Yandex taksichilarni umidvor qilib, zakaz tomon harakatlanayotganda ularning his-tuyg'ulari bilan o'ynashib, zakazni bekor qilgan mijozlar soni oshishi, deydi Taksichilarni himoya qilish tashkiloti raisi Xolmatov Sherali. Qilgan afsuslar o'qigan ishimdan kimdir qo'lga o'zatkazaman deb o'ylab ekanman. Bu ishni qaytib qilmaysanmi? Yo'q, boshqa qilmayman aka. Bo'ldi, yig'lama. Men sudach o'zing kelib. Bu endi Yandexdan zakaz oldim degan joyda, xursand bo'lgan joyda bular zakaz tatbiq qiladi. O'ylab boqib bo'ladimi, yo'qmi bularni dasida? Kim chora ko'radi, kim qaraydi bunga? Muntazam zakaz bekor bo'lishidan aziyat chekib kelayotgan Jabrdiyda taksichilarga Sen yolg'iz emassan mehr muruvvat fondi tomonidan dasturxonchalar taqdim etildi. Shu kabi va shunga o'xshash dolzarb yangiliklar va xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.